Genesis bo'lsa, shunaqasi bo'lsa-da, e'tiboringiz qarshisida Genesis GV80. Oldin aytaman, avtomobilimizda bitta ham nikel detal topa olmaysiz. Nimagaki avtomobilimizda shunaqa zavodskiy qop-qora Black Edition bo'lib chiqqan. Buni qarang, chiroyliligini gap yo'q. Shetto'zi like bitta qizartirib qo'ying. Hammamizga kamida shunaqa avtomobilni haydab yurish nasib qilsin. Avtomobilimizda 2025-yilda ishlab chiqarilgan absolutni yangi best probek 3.5 litr twin turbo 370 tadan oshiq ot kuch bilan jihozlangan. Profilimizga o'tib qarasangiz, shu avtomobilning kichkina sedani, ya'ni avtoriteti bor-ku G90. Uni ham videosini ko'rsangiz bo'ladi. Shunaqa обновленный yangicha diski Michelin balonida turibdi. Avtomobilimizda eng maksimal flow pozitsiyada nimani aytaylik, dash spozon beshvoy dostуп, davuchlarni aytaymi. Ham ichki salonimizni qarang. Nafaqat tashqi tarafi, balki ichki salonimizni o'zi ham полностью qop-qora xrom elementlar bilan jihozlangan. Mana buni qarang, logotiplardan tortib, полностью knopkalargacha eng top akustik sistem, Bang & Olufsen. Apshikalarni qarang, podsvetkalari alohida tema, полностью koja bo'lib yotibdi. Multimedial rol, head-up display, mabodo 360 gradus kamerasi kerak bo'lmasa, Broadwaydan ham foydalansangiz bo'laveradi. Bu yerda отдельно klimat kontrol uchun joy, беспроводная зарядка, подогрев охлаждения сиденья, hattoki massajlargacha bor. Mazza qilib massajlarni olib ketar ekansizda, katta ikkitalik panoramная крыша. Zadniy qatorlarni ham bitta ko'rsatamiz, aka qarang. Old-orqa klimat kontrol, shunaqa rombikoviy dizayndagi sideniyalar, elektronli shtorkalar bilan jihozlangan. Gap yo'q. Mana orqa farlarni qarang, Genesis yozuvlari ham полностью qop-qora ranglarda. Mazza qilib bosib haydaveradigan avtomobil. Shahar ichida yurishga ham yoki bu joy seriozli joylarga borib qolsangiz ham bu avtomobil normalniy уровень berib qo'yadi. Haydab yurgan odamlar yoki bilgan odamlar o'zi biladi. Narxi keladigan bo'lsa, shunda pastki kommentariyada yozib qo'yganmiz. Ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol pastki raqamlarga telefon qilib baraka qo'rsanglar bo'ladi.